Assalomu alaykum. To'g'ri chiziq va aylana tenglamasi ikkinchi test yechimlarini qilamiz. Shu nuqtalardan o'tuvchi aylana tenglamasini tuzing deyilgan. Xo'p, aylana tenglamasi x minus a ni kvadrati y minus b ni kvadrat teng r kvadrat nuqtalarini qo'yamiz. Buni qo'yaman. X plus ingichka qilib olishim kerak ekan. X plus 1 ni kvadrati qo'shilgan y minus 4 ni kvadrat teng r kvadrat. Endi bunisini qo'yaman. X plus 3 ni qavs kvadrati qo'shilgan y minus 4 ni kvadrat teng r kvadrat. Buni ham qo'yaylik. X plus 3 ni qavs kvadrati qo'shilgan y kvadrat teng r kvadrat. Bundan buni ayirib yuborsak, mablag' sarf etar ekan. Ya'ni shu ikkalasini ayirmasi teng 0 qoladi. Ikkalasini ayirmasi, bu ikkalasini ayirmasi nima bo'ladi? Kvadratlar ayirmasi, ikkalasini qo'shaman 2x plus 4. Endi ayiraman 2 teng 0. X teng minus 2 chiqadi. Endi bundan buni ayirib yuborsak, pastni tepani ayirar ekanmiz. Yana bular sarf etadi-da. Mana bu ikkalasini kvadratlar ayirmasi qoladi. Demak, bu ikkalasini kvadratlar ayirmasi, qo'shamiz ikkalasini. 2y minus 4 ayiramiz endi. Ayirsak 4 bo'ladi. Teng 0. Y teng 2 kelib chiqadi. X y bor. Endi r topishimizga olib kelib qo'yamiz. X ni qiymati minus 2 bo'lsa, qo'ysak 1 ni kvadrati bo'ladi. Teng y ni kvadrati 2 ni kvadrat bo'ladi. Teng r kvadrat. Demak, r kvadrat teng 5 ekan. O'rniga qo'ysak aylana tenglamasi mana. Olib kelib qo'ysak hammasini. X plus 2 ni qavs kvadrati. Tak. To'xtanglar, bular uzr, xato yozib boribman-ku. Mana bular x y emas, a bilan b lar edi. X ga qo'ydim mana bularni, adashib xato yozibman. Mana bular ham a 2b b bo'ladi. Uzr, xato yozganman. Xo'p. Endi qo'yib yozamiz. B bizda 2 bo'lsa, y minus 2 ni qavs kvadrat teng r kvadrat 5 ekanligini topdik. Qavs ochib chiqamiz. X kvadrat plus 4x plus 4 y kvadrat minus 4y plus 4 teng 5. X kvadrat plus y kvadrat plus 4x minus 4y kvadrat qo'shilgan 3 teng 0 ko'rinishga keladi soddalashtirsak. Keyingi savolimiz shu aylanaga tashqi ravishda urinuvchi markazi shu nuqtada bo'lgan aylana tenglamasini tuzing. Xo'p, birinchi bo'lib buni aylana tenglamasini soddalashtirib olaylik. Bu va bu uchalasi x plus 3 ni qavs kvadratini beradi. Qo'shilgan. Endi mana bu y ham to'la kvadrat berish uchun 8 bo'lsa, yoniga 16 ni qo'shish kerak. Ikkala taraf tenglik, ikkala tarafga ham 16 ni qo'shamiz. O'shanda tagiga ikkita chiziq chizganlarim y minus 4 ni qavs kvadratini beradi. Ikkala tarafga 16 ni qo'shdik, o'ng tarafda 16 turibdi. Mana aylana tenglamasi markazi minus 3,4 nuqtada va radiusi 16 4 ga teng. Shu aylanaga tashqi ravishda urinuvchi aylana markazi shu bo'lgan aylana tenglamasini tuzing deb qaranglar. Bu aylanaga tashqi ravishda urinadi. Uni markazi bor. Markazi mana. Bu holda bu aylana markazi O1, uniki O2 bo'lsa, tashqi ravishda uringandan keyin mana bu O1, O2 nimani beradi? Ikkala aylana markazlari orasidagi masofa nimani beradi? Ikkalasining radiuslari yig'indisini beradi. Buni radiusi R1, buni radiusi R2 bo'lsa, O1, O2 kesma R1 plus R2 ni beradi. Xo'p. O1 O2 kesma nimaga teng? Bu O2. Ikki nuqta orasidagi masofa formasini qo'llab ketaveraman. 3 dan minus 3 ni ayiraman. Ildiz ostida 6 ni kvadrati, 4 ni 4 ni ayirsak 0 ni kvadrati teng bo'ladi. R1 plus R2. R1 bizda 4. Demak, R2 teng 2 chiqadi. Ya'ni markazi bu nuqtada bo'lgan aylana radiusi 2 bo'lsa, ikkalasi bir-biriga urinar ekan. Aylana tenglamasi nima bo'ldi? X minus 3 ni qavs kvadrati y minus 4 ni qavs kvadrati teng 2 ni kvadrat 4.
soddalashtiramiz. X kvadrat minus plus y kvadrat minus 6x minus 8y plus 9 bor plus 16 bor teng 4 bor. 25 plus 21 teng 0 bo'lar ekan. Soddalashtirilgani. Aylanalarning umumiy vatari uzunligini toping debdi. Umumiy vatari. Xo'p, birinchi bo'lib bularni soddalashtirib olamizmi? Tak. Yo'q, shart emas, chunki qaranglar. Bitta aylana, ikkinchi aylana. Bular kesishgan, o'shaning uchun umumiy vatar so'ragan. Bizda mana vatar so'ralgan. Mana shu ikkala aylana uchun umumiy vatar. Bu aylanani mana bu nuqtalarni topish uchun nima qilish kerak? Aylanalarning kesishgan nuqtalarni topish uchun ularni aylana tenglamalarini sistema qilib ishlashimiz kerak. Shu sistemani chiqqan yechimlari mana shu ikkita nuqtani beradi. Ya'ni hozir biz mana shu sistemani ishlashimiz kerak. Mana shu ikkala tenglik bor. X, y topishimiz kerak. Xo'p. Bundan buni ayirib yuboramiz. Ayirib yuborsak bular qisqarib ketar ekan. Minus 8x plus 16 teng 0, x teng 2 chiqadi. X teng 2 ekan, x teng 2 olib kelib qo'yamiz. Olib kelib qo'ysak x teng 2 ni 4 plus y kvadrat minus 6y plus 1 teng 0. Y kvadrat minus 6y plus 5 teng 0. Buni ishlaydigan bo'lsak, y teng 1 va y teng 5 kelib chiqadi. Ya'ni yechimlar nima bo'ldi? 2 yu 1 absissa bitta, faqat y ikkita bo'ldi. 2 yu 5. Mana shu ikkita kesishgan nuqtalar, koordinatalar mana shu. Vatar uzunligini topish degani shu ikki nuqta orasidagi masofani qo'llaymiz bo'ldi. Ikki nuqta orasidagi masofadan kelib chiqadi. Ular orasidagi masofa 4 ga teng bo'ladi. Ya'ni shunchaki ildiz osti 2 dan 2 narsak 0 bo'ladi. 5 dan 1 narsak 4 bo'ladi. 4 chiqadi. Keyingi savolimiz markazi 0,1 o'qida bo'lgan aylana OX o'qidan uzunligi nima debdi? Markazi shu nuqtada bo'lgan aylana OX o'qidan uzunligi 6 ga teng bo'lgan kesma ajratdi. OX o'qidan. Aylana tenglamasini tuzing. Xo'p, tushunarli. Mana aylana markazi 0,1. 0,1. Mana. Aylana markazi shu yerda va bu aylana OX o'qidan, qaranglar, aylana chizadigan bo'lsak, mana shu aylana OX o'qidan 6 ga teng kesma ajratibdi. Bu aylana markazi shu Y o'qida turganligi uchun bu taraf ham 3, bu taraf ham 3 bo'ladi. Mana bu radiusni beradi. Radius Pifagordan ildiz osti 10 bo'ladi. Hamma narsa bor. Markaz bor, radius ildiz osti 10. Tenglamasi x minus mana markazlar bo'yicha tenglamasi tuzib chiqaveramiz. X kvadrat qo'shilgan y minus 1 ning kvadrati teng r kvadrat. R kvadrat bizda 10. Chunki radius ildiz osti 10 deb aytib qo'ydim. Soddalashtiramiz. X kvadrat qo'shilgan y kvadrat minus 2y ayrilgan 9 teng 0 bo'ladi. Keyingi savolimiz. Uchlari shu nuqtalarda bo'lgan uchburchakning B uchidan tushirilgan medianasi yotuvchi to'g'risida tuzing debdi. B uchidan tushirilgan medianasida yotuvchi to'g'ri tenglamasini tuzing. B uchining koordinatalari minus 1 u 2. Bizga mana bu pastdan D desam, BD to'g'ri chiziq mana shu kesmada yotuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi kerak. Bizga ya'ni B bilan D nuqtani koordinatalari kerak. D ning koordinatasi nima bo'ladi? A bilan C ning o'rtasi, chunki B da mediana. A bilan C ning o'rtasini topish uchun koordinatalarni qo'shib 2 ga bo'lish kerak. 2 ga 4 qo'shsak 6, 2 ga bo'lamiz 3 bo'ladi. 4 ga 8 qo'shsak 12, 2 ga bo'lamiz 6 bo'ladi. Demak, mana bu nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasi kerak. To'g'ri chizig'imiz y teng kx plus l bo'lsa, B nuqtani qo'yaman minus k plus l teng 2 ga.
D nuqtani qo'yaman. 3K plus L teng 6 ga. Pastdan tepani ayirib borsak, 4K teng 4, K teng 1 bo'ladi. K 1 bo'ladigan bo'lsa, L teng 3 chiqadi. Demak, to'g'ri chizamiz. Y teng x plus 3 ekan. Y teng 1 to'g'ri chiziqni shu aylana ichidagi qismi uzunligini toping debdi. Mana bu aylana. Mana bu to'g'ri chiziq. Mana bu kesma uzunligi so'ralgan. Bizga buning uchun mana bu nuqtalar kerak. Bu nuqtalar nima? To'g'ri chiziq va aylana kesishgan nuqtalar. Bularni topish uchun ularni tenglamalarini sistema sifatida ishlab, mana bu ikkita nuqtani koordinatini topib olishimiz kerak. Demak, mana bu va bu tenglik bo'lsa, bizga bu tenglamalar sistemasining yechimi kerak. Y teng 1 ekan. Bu yoq osongina ekan. Y teng 1 ni qo'yamiz. X nima chiqadi? X kvadrat. Tak 1 qo'ysak, minus 2x minus 15 teng 0 bo'ladi. X minus 5 u x plus 3 teng 0, x teng 5 va x teng minus 3. Tenglamalar sistemasi yechimi nima bo'ldi? 5 u 1 va minus 3 u 1 bo'ldi. Y o'zgarmas ikkalasida ham. Mana bu ikkita nuqtaning koordinatalari topildi. Bizga bu kesma, ya'ni ikki nuqta orasidagi masofa kerak. Formulani qo'llaymiz. Ildiz ostida 5 dan minus 3 ayiraman 8 ni kvadrati. 1 dan 1 ni ayiramiz 0 ni kvadrati. Demak, masofa 8 ekan. Shu to'g'ri chiziqdan shu aylanacha bo'lgan eng qisqa masofani toping. Mana bu aylana. Mana bu to'g'ri chiziq. Bu ikkalasi orasidagi eng qisqa masofa nima bo'ladi? Eng qisqa masofa yoki eng katta masofalar doimo aylana markazidan tushuvchi perpendikulyar turgan bo'ladi. Mana. Bu aylana radiusi. Bu yer mana. Aylanadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan eng qisqa masofa mana bu yer. Aylana markazidan tushuvchi to'g'ri chiziqda bo'ladi. Bizga mana shu kerak. Bu yer nima? Tak, D deb olsam, menga D kerak. Xo'p, aylana markazi koordinatalari nima bo'ladi? Tuzib olamiz. To'la kvadrat bo'lish uchun buni yoniga ikkala tarafga 9 ni qo'shamiz. O'shanda chap taraf x minus 3 ni qavs kvadrati qo'shilgan y plus 1 ni qavs kvadratini beradi, teng 9 bo'ladi. Aylana markazi koordinatalari 3 minus 1 ekan va radiusi 9 ga teng ekan. Mana bu nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa nima? 9 plus D. D plus 9 teng. Nuqtadan to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa formasini qo'llayman. Mana bu nuqtadan mana bu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofa. Mahraj 5 bo'ladi. Endi agar kimdalar formani bilmasangizlar, o'rganib olinglar. Hop, boshladim. Demak, 3 kara 3 9 plus 4 plus 12. 13 25 bo'ldi. Demak, 5 chiqarkan bu. Shunda D teng. Xato qildim. To'g'rilar, radius 3 ku. Radius 3. Shunda D teng 2 chiqadi. Keyingi savolimiz markazi koordinata boshida va radiusi 5 ga teng bo'lgan aylana shu nuqtasidan o'tkazilgan urinma tenglamasini tuzing debdi. Markazi koordinata boshida. Demak, aylana tenglamasi x kvadrat qo'shilgan y kvadrat teng radiusi 5. 25 ko'rinishda mana aylana tenglamasi bor. Xo'p, bu aylananing mana bu nuqtasidan o'tkazilgan urinma tenglamasi kerak ekan. Mana bu nuqta mana o'sha minus 3 va 4 bu koordinata boshi deylik. Yoki-da chizib olsammikan? Chizib olsak sal qulayroq bo'lmaydimi? Mayli, nima farqi bor? Koordinata boshi 0 va 0. Bu nuqtamiz minus 3 va 4. Mana shunday o'tgan urinma mana. Bizga mana shu to'g'ri chiziq tenglamasi kerak. Bundan pastga bitta shu joyni tutashtirsak, bu perpendikulyar bo'ladi. Qaranglar.
Mana bu to'g'ri chiziq bilan mana bu to'g'ri chiziq perpendikulyar. Ikkita to'g'ri chiziq perpendikulyar bo'lish sharti ularning burchak koeffitsyentlari ko'paytmasi -1 ni berish kerak edi. Demak, bizga hozir mana bu to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyenti kerak. Mana bu to'g'ri chiziqni yozib olaman. Y teng K1 x qo'shilgan L1 deylik. Nuqtalarni qo'yamiz. 0 0 ni qo'yadigan bo'lsak, L1 teng 0 chiqadi. Demak, to'g'ri chizig'imiz Y teng K1 x ko'rinishda. Endi -3/4 ni qo'yamiz. -3/4 ni qo'ysak, -3k teng 4, k teng -4/3 bo'ladi. K1. Mana bu to'g'ri chiziqni burchak koeffitsiyenti bor. Endi mana bu to'g'ri chiziqimizni Y teng K2x qo'shilgan L2 deb oladigan bo'lsak, ikkalasini burchak koeffitsentlari ko'paytmasi -1 ni berish kerak. K2 ko'paytirilgan -4/3 teng 1. K2 teng -1. K2 teng 3/4 bo'ladi. Bu to'g'ri chizig'imiz Y teng 3x/4 qo'shilgan L2 ko'rinishda ekan va uni mana bu nuqtasi bor. -3/4 nuqtani qo'yamiz. Qo'yadigan bo'lsak, -9/4 qo'shilgan L2 teng 4 ga. L2 teng 25/4 bo'lar ekan. To'g'ri chizig'imiz nima bo'ldi? Mana to'g'ri chizig'imiz Y teng 3x plus 25/4. 3x minus 4y plus 25 teng 0 ko'rinishga kelar ekan. Shu akalt beradi shuni. Xo'p, keyingi savolimiz shu aylanaga 2 bir nuqtada o'tkazilgan urinma uzunligini toping debdi. Mana aylana. Mana bu nuqta o'sha 2 bir nuqtasi. Bunga urinma o'tkazilgan. Bu 2 bir nuqta. Mana bu urinmani uzunligi kerak. Bu aylana markazi. Koordinatalar nima bo'ladi? Soddalashtirib olamiz, to'la kvadrat keltirib olamiz. Hop, bu to'la kvadrat kelish uchun 16 kerak. Ya'ni o'zi 8 bor ekan, 16 bo'lish uchun bitta 8 qo'shamiz ikkala tarafiga ham 16 bo'ladi. O'shanda x plus 4 ning qavs kvadrati hosil bo'ladi. Endi mana bu ikkalasi uchun to'la kvadrat bo'lish uchun yana 1 kerak. 1 ni ham qo'shamiz ikkala tarafiga. O'shanda qo'shilgan y minus 1 ning qavs kvadrati teng bo'ladi. O'ng tarafda 9 hosil bo'ldi. Ya'ni 3 ning kvadrati. Demak, aylana radiusi 3 ekan. Va markazining koordinatalari -4 u 1 ekan. Mana masofa nimaga teng? Ikki nuqta orasidagi masofa formasini qo'llaymiz. 2 dan -4 ni ayirsak 6 ning kvadrati bo'ladi. 1 dan 1 ni ayirsak, xullas 6 bo'lar ekanda. Pifagor qo'llasak, urinma Pifagordan 3 + 3 ga teng. Shu nuqtadan shu aylanagacha bo'lgan eng qisqa masofani toping. Mana aylana. Nuqta adashmasam tashqarida turgan. -4 va -1. Bundan bu aylanacha bo'lgan masofa eng qisqa masofa so'raldi. Bu aylana markazidan o'tuvchi to'g'ri chiziqda bo'ladi. Ya'ni mana bu yer. Aylana degani mana bu chiziq degani. Mana shu chiziqqacha bo'lgan eng qisqa masofa kerak. Aylana deganda bu markaz tushunilmaydi. Aylana shu tashqarisidagi chiziq, mana shu chiziqqacha bo'lgan eng qisqa masofa. Bu masofa bu yoqlar eng qisqa bo'lmaydi. Eng qisqasi mana shu aylana markaziga yo'nalgan to'g'ri chiziqda bo'ladi. Ya'ni mana shu yerning o'zi bo'ladi. Yo'q, radius. Aylana tengmasini soddalashtirib olamiz. Hop, x kvadrat. Mana bu to'la kvadrat berish uchun yoniga 4 ni qo'shamiz. Ikkala tarafga ham 4 qo'shdik. O'shanda aylana tenglamasi nima bo'ladi? X kvadrat qo'shilgan y minus 2 ning qavs kvadrati teng 9 bo'lar ekan. Aylana markazi koordinatalari 0 minus 2 minus emas va radius 3. Mana bu radius 3. Bu masofa nimaga teng? Bu yerni A deb olsam yoki D deb olsam, menga D kerak. Bu masofa D plus 3 va ikki nuqta orasidagi masofa formulasiga ko'ra ilzosti 4 ning kvadrati plus 3 ning kvadrati, ya'ni 5 ga teng bo'lar ekan. D teng 2 chiqadi.
shu nuqtadan o'tuvchi. Xo'p, shu aylanaga konsentrik bo'lgan aylana tenglamasini tuzing. Konsentrik degani markazlari bitta nuqtada turgan aylanalar konsentrik aylanalar bo'ladi. Demak, bu aylana markazi bu nuqtadan o'tuvchi aylana uchun ham markaz hisoblanadi. Bu aylana markazi nima bo'ladi? Markazi 0 -2 bo'ladi. Ya'ni o'sha to'la kvadrat keltirib ol. Aylana tenglamasi mana bu javni keltirib olish shart emas-ku. Ya'ni mana bu tarafni o'zi yetarli. Xo'p, mayli, yozaman, mayli. X kvadrat aylana tenglamasi keltirib olamiz. Qo'shilgan mana bu taraf to'la kvadrat kelish uchun yoniga 4 ni qo'shamiz. Ikkala taraf ham 4 qo'shildi. O'shanda y plus 2 ning qarsi kvadrat bo'ldi. Bu yog'ini umuman ahamiyati yo'q. Menga markazi kerak. Markazi 0 -2. Mana. Demak, markazi mana shu nuqtada bo'lgan va mana bu nuqtadan o'tuvchi aylana tenglamasi kerak. Markazi bu nuqtada bo'lsa, aylana tenglamasi qanaqa ko'rinishda bo'ladi? X kvadrat plus y plus 2 ning qarsi kvadrati teng r kvadrat bo'ladi. Aylana tenglamasi. Bizga hozir radius kerak. Radius topish uchun mana bu nuqtani olib kelib qo'yamiz. 1 ning kvadrati qo'shilgan 4 ning kvadrati teng r kvadrat. R kvadrat teng 17. Demak, mana buni soddalashtiramiz. Endi mana bu aylana tenglamasini x kvadrat plus y kvadrat plus 4y qo'shilgan 4 teng 17. X kvadrat plus y kvadrat plus 4y ayrilgan 13 teng 0 ko'rinishga keladi. Shu tenglama bilan chegaralangan chiziq uzunligini toping. Xo'p, bu yerda ildiz turibdi, ya'ni y 0 dan katta teng, chunki ildizdan musbat son chiqadi. To'la kvadrat ko'tarib borsak, y kvadrat qo'shilgan x kvadrat teng 9 tenglikka bo'lamiz. Kvadrat ko'tarib borib, x kvadratni o'ng tomonga olib o'tdim. Va bu nima bu? Aylana tenglamasi. Demak, bitta aylana tenglamasi ekan, o'sha aylanani uzunligi kerak ekan deyish noto'g'ri, chunki bu yerda y manfiy bo'la olmaydi. Bu aylanamiz markazi koordinatalar boshida va radius 3 ga teng bo'lgan aylana. Keyin shartiga qaranglar, y turibdi. Ya'ni y musbat deb aytgandim. Y musbat bo'lsa, u holda manfiy qismiga o'tmaydi. Manfiy qismiga o'tmaydi. Ya'ni pastki tarafda y manfiy, shuning uchun pastki tarafga aylana tushmaydi. Buning grafiga mana bu pastiga tushadi. Pastiga qachon tushadi? Pastiga mana buni grafigi desa, to'liq aylana beradi. Lekin buning grafigi yarim aylana bo'ladi. Buni oldiga minus qo'ysak, keyin pastki taraf aylanasi bo'ladi. Xullas, baribir yarim aylana beradi mana bu. Demak, bizda mana shu aylana uzunligi so'ralgan. Bu to'liq aylana uzunligining yarmi, ya'ni 2 pi ning yarmi pi bo'ladi. Va radius bizda 3 pi ga teng. Pastda keyingisi ham xuddi shunaqa. O2 so'qi bilan chegaralangan soha yuzi, ya'ni yarim doira yuzasi. Mana shu yarim doira yuzasi. Faqat endi buni radiusi 4 ekan. Buni radiusi 4 bo'lgan. Radius 4 bo'lgan yarim doira yuzasi pi r kvadrat taqsim 2 so'raldi. Radius 4. Markazi shu nuqtada bo'lib, ikkisidan bir to'g'ri chiziqqa urinuvchi aylana tenglamasini tuzing. Mana markazi 2 3 va ikkisidan bir to'g'ri chiziqqa urinadi. Aylana tenglamasi x minus 2 ning qarsi kvadrati y minus 3 ning qarsi kvadrati teng r kvadrat. Qaranglar, mana bu uringan nuqtasi bitta, to'g'rimi? Hozir bu qanaqa nuqta bu? Aylana tenglamasi bilan mana bu to'g'ri chiziq tenglamasi kesishgan nuqtada, uringan nuqta. Ya'ni buni topish uchun, bu nuqta ikkalasi uchun umumiy-ku, ikkalasi uchun umumiy, shuning uchun buni topishni nima qilish kerak? Ikkalasini tenglamasini sistema qilib ishlash kerak. Aylana tenglamasi va ikkisidan bir to'g'ri chiziq, shu tenglama sistemasini ishlash kerak. O'shanda mana shu nuqta kelib chiqadi. Faqat bitta narsa, bu yerda bitta nuqta, ya'ni urinadi degani uchun bitta yechimga ega bo'lish kerak. Yoki shunaqa bitta yechimga ega bo'ladi shekilli.
Yo'q. Xo'p, ishlaylikchi, ko'ramiz. X teng 1 ni qo'ysak, 1 ni kvadrati shunday bitta yechimga bo'lish kerak. Chunki hozir bu yerda y ham yo'q, r ham yo'q. O'shanda bittasini ikkita nomalga qatnashgan tenglikda ishlab bo'lmaydi-ku. O'sha bitta gapim to'g'ri. Bitta yechimga bo'lish kerak. Qachon bitta yechimga bo'ladi? Xo'p, mana bunaqani qo'yaylik-da o'zi birinchi bo'lib. Keyin aytamiz bu yog'ini. X teng 1 ni qo'ysak, 1 qo'shilgan buni kvadrati y kvadrat yoki y minus 3 ning qavs kvadrati teng r kvadrat. Bu bitta yechimga ega bo'lishi kerak. Ya'ni y teng 3 bo'lishi kerak. Y teng 3, r teng 1. To'g'ri bo'ladimi? To'g'ri bo'ladi. Xo'p, nimaga y teng 3 bo'lishi kerak? Qaranglar. Mana bu tenglar bitta ildizga ega bo'lishi kerak. Bitta ildizga ega bo'lish uchun mana buni y bo'yicha tenglamani yoki mana soddalashtirib oladigan bo'lsam, y kvadrat minus 6y qo'shilgan 10 minus r kvadrat teng 0 ko'rinishga keladi. Bu yerda y bitta chiqishi kerak. Chunki bunga urinadi. Kesishadi degan bo'lsa ikkita chiqardi. Ikkita nuqta bo'lardi. Hozir bu yerda bular uchun umumiy nuqta bitta uringan. Demak, mana bu tenglar bitta ildizga bo'lishi kerak. Bu qachon bitta ildizga bo'ladi? Diskriminant teng 0 da. Diskriminant teng 0 da. Diskriminant nima bo'ladi? 36 minus 4 kara 10 minus r kvadrat teng 0. 4 ga bo'lib boramiz. 9 minus 10 plus r kvadrat teng 0. R kvadrat teng 1. R teng 1 ekan. Radius 1. Radius 1 bo'lsa, olib kelib qo'yinglar. Mana buni o'rniga 1 qo'ysak, y teng 3 chiqadi. Mana. Isbot. Demak, aylana markazi koordinatalari mana x teng 1, y teng 3. Yo'q, uzr, adashib gapirdim. Uzr. Adashib gapirib yubordim. Radius 1 bo'ldi, olib kelib qo'yib soddalashtiramiz, bo'ldi. Bu x teng 1, y teng 3 deganimiz mana bu nuqta. Bular tenglamasi sistemasini yechim edi-ku. Bu nuqtani berardi. Radius teng 1 ekanligini topib oldik. Olib kelib qo'yib soddalashtiradigan bo'lsak, mana shu sekatni beradi. Yozib o'tirmadim. Xo'p, markazi 4-2 nuqtada OX o'qiga o'rinlovchi aylana tenglamasini tuzing. Markazi 4 va 2. 4 va 2. Markaz mana shu yerda. OX o'qiga o'rinishi kerak. Demak, radius mana bu radiusda, bu masofa 2. Ya'ni radius 2 bo'lgan aylana ekan. Markazi bor, radius 2. Tenglamani tuzib olamiz. Tenglamasini x minus 4 ning qavs kvadrati qo'shilgan y minus 2 ning qavs kvadrati teng r kvadrat 4. Soddalashtiramiz. X kvadrat y kvadrat minus 8x minus 4y plus 16 plus 4 teng 4. Xolos, teng 16 0 bo'lar ekan. Shu to'g'ri chiziqlar orasidagi masofani toping debdi. Ikkita to'g'ri chiziq bunaqa savol qachon beriladi? Bir-biriga parallel to'g'ri chiziqlar uchun beradi, boshqa to'g'ri chiziqlar uchun bermaydi. Chunki boshqa to'g'ri chiziqlar kesishadi yoki ustma-ust tushadi. Kesishgan to'g'ri chiziqlar orasidagi eng qisqa masofa bu 0. Ya'ni o'sha kesishgan joyda tegib turibdi biriga 0 bo'ladi. Ikkita to'g'ri chiziq orasidagi masofani toping deganda parallel to'g'ri chiziqlar haqida aytiladi. Nima qilish kerak? Bu qiyin savol emas, shunchaki bitta to'g'risini yozib olamiz. Masalan, bunisini yozsam, mana bunisi pastdagi deylik 5x plus 12y plus 6 bo'lsin. Bu to'g'risimiz bunisi. Bu ikkalasi orasidagi masofa kerak. Mana bu to'g'risidan bitta nuqtani tanlab olaman. Nuqtani. Qaysi nuqta? Masalan, iloji boricha x, y butun chiqadigan qilib tanlab olaylik. Yokida o'zi shundoq ham ko'p bilaman-ku, lekin
mayli bitta nuqta tanlaymiz. Hop, 4 tanlayman. Y dan 4 tanlasam, yo'q, 4 emas. Mana 5 x butun chiqadi bo'lasam. Xolos, ahamiyat yo'q. Umuman ahamiyat yo'q. X dan 5 tanlayman. Ahamiyat yo'q buni tanlashni. Nima bo'ladi? 25 qo'shilgan 12y minus 7 teng 0. 12y teng minus 18 taqsim hozir y teng minus 18 taqsim 12 bo'ldi. Mana nuqtalar tanlandi. Hop, buni satrga yozsak ham bo'ladi. 6 yoq satrga yozsak 3 taqsim 2 bo'lar ekan. Mana bu to'g'risidan bitta nuqtani tanlab oldim. Ixtiyoriy nuqta. Aynan men tanlagan bo'lishi shart emas. Ixtiyoriy nuqtani tanlab oldim. Mana shu nuqta bo'lsin va bundan bu to'g'risigacha bo'lgan masofa o'sha ikkita to'g'risiq orasidagi masofani beradi. Nuqtamiz 5 minus 3 taqsim 2. Nuqtadan to'g'risigacha bo'lgan masofa formulasi. Qo'llayman birdaniga. D bo'lsa, D teng mahrajda ildiz ostida 5 ni kvadrati, ildiz ostida 12 ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni mahraj 13 ni beradi. Suratda x ni o'rniga 5 qo'yamiz, 25 bo'ladi. Y ni o'rniga buni qo'yamiz. Tak, minus 18 bo'lar ekan. Plus 6 teng 7 13 bo'lar ekan. 13 taqsim 13 ya'ni 1 bo'lar ekan. Keyingi savolimiz to'g'ri chiziqlar hosil qilgan o'tkir burchak bissektrissasi tenglamasini toping. O'z umumiy holatda to'g'ri chiziq bissektrissasi tenglamasini topish uchun umumiy formula ham ko'p bor, lekin hozir uni yozishga hojat yo'q, lekin bor bu narsa. Hozir bizning savolda sal osonroq. Tak, bu y bo'lishi kerak edi, xato yozilgan. Bu to'g'ri chiziqni absissi o'qini musbat yo'lanish necha gradus burchak hosil qiladi? Necha gradus burchak hosil qiladi? Tangens ildiz uchiga 60 gradusga teng. Ya'ni mana bu y1 bu y2 bo'ladigan bo'lsa, bu y1 chizig'imiz va bu 60 gradus. Bu tangens 1 taqsim 3 ga necha gradus teng bo'ladi? 30 gradusda, ya'ni bu 30 gradus. Demak, oraga 30 gradus qoldi. Bu ikkala to'g'ri chiziq kesishdan hosil bo'lgan o'tkir burchak bissektrissasi so'raldi. Ya'ni mana bu to'g'ri chiziq so'raldi. Va bu to'g'ri chiziq mana burchak tengga bo'lishi kerak, chunki bularning bissektrissasi bo'lishi kerak-da. Orasidagi burchak bissektrissasi bo'lishi kerak. Bu 30 gradus edi. Bissektrissa bo'lsa, har biri 15 gradusdan bo'ladi. Demak, bu 45 gradus bo'ldi. Va yana 45 gradusda yana tangens 45 da. Ya'ni bu to'g'risining kasri nima bo'ladi? Tangens 45 gradus. Bu to'g'ri chiziqning burchak koeffitsiyenti tangens 45 gradusni beradi, chunki bu 45 gradus bo'ldi. Tangens 45 da 1 ga teng. Ya'ni bu to'g'risining burchak koeffitsiyenti 1 ga teng ekan. Y teng x plus L ko'rinishda ekan va bu to'g'risimiz koordinata boshidan nimaga koordinata boshidan o'tadi? Yo'q, hozir xato chizibman. Koordinata boshidan yo'q, koordinata boshidan o'tmaydi, lekin 45 gradus turibdi. Yo'q, to'g'ri. Kesishgan nuqtasi koordinata boshi emas-da. Yo'q, xato chizganman, uzr. Hozir to'g'rilaymiz. Yo'qida mana bu ikkalasini o'chirib qo'yamiz. Mana. Burchaklar baribir o'zgarmaydi. Ya'ni mana shu yerdan bitta parallel chiziq tortadigan bo'lsak, o'sha burchaklar berish kerak edi. Mana parallel chiziq tortamiz mana shu yerdan absis o'qiga parallel. Burchaklar o'zgarmaydi. Burchak o'z qochish turibdi. Xo'p, mana bu to'g'risimiz demak y teng kas 1 ekanligi uchun y teng x plus L to'g'ri chiziq bo'ladi. Bizga endi L kerak. L topishni nima qilamiz? Mana bu ikkita to'g'ri chiziqning y1 bilan y2 to'g'ri chiziqning kesish nuqtasi bu to'g'ri chiziq uchun ham umumiy. Xo'p, bu kesishgan nuqtani topishimiz kerak. Buni topish uchun mana bu ikkala tenglamalar sistemasini ishlashimiz kerak. O'shandan x y topib olamiz, o'sha nuqta bo'ladi. Hop, ikkalasini tenglashtirib yuboramiz. Ildiz osti 3 x qo'shilgan 2 teng 1 taqsim ildiz osti 3
x qo'shilgan 2. Ikkilar qisqarib ketdi. Xlar ham qisqarib ketdimi? Yo'q, xlar qisqarib ketdi degani x teng 0 yechimi bor degan. Buni yechimi x teng 0. O'zlashibmi? X teng 0 bo'lsa, nima bo'ladi y ga? Y teng 2 bo'ladi. Ya'ni mana bu nuqtaning koordinatasi 0 2 ekan. Bu nuqtani olib kelib bunga qo'yamiz, chunki bu to'g'risi ham tegishli bu nuqta. Qo'ysak 0 2 ni qo'ysak 0 plus L teng 2 bo'ladi. Bunda ham L teng 2 chiqar ekan. Ya'ni bu to'g'risimiz nima bo'ldi? X plus 2 bo'ldi. Y teng x plus 2 to'g'ri chiziq ekan. Keyingi savolimiz keyin aytib ketay. Kimga agar shu mana bu ikkita to'g'ri chiziqni sektorisasi tenglamasi kerak bo'lsa yoki shunga oid savollar kerak bo'lsa, Puzaning geometriya kitobida bo'lish kerak adashmasam. Turk geometriyasidagi kitobda. Keyingi savolimiz A ning qanday qiymatida shu to'g'ri chiziqlar o'zaro kesishmaydi? To'g'ri chiziqlar kesishmaydi. Qachon kesishmaydi? Ular bir-biriga parallel bo'lsa yoki ustma-ust tushsa kesishmaydi. Endi kesishmaydi degan shartiga faqat parallel tushmasligi, ya'ni ustma-ust tushsa endi chekis ko'p umumiy nuqtasi bo'ladi. U kesish shartiga xolos kesishmaydi sharti nima deydi? Xolos qachon kesishmaydi? Ikkalasi parallel bo'lganda kesishmaydi. Ustma-ust tushsa ham bu xuddiki bu kesishgandek gapda. Ustma-ust tushgandan keyin bir xil nuqtasi ko'p bo'ladi. Ya'ni o'sha faqatgina kesishmasligi kerak bo'ldi. Bu ular parallel ekanligini bildiradi. Bu ikkalasi parallel bo'lishi kerak. To'g'ri chiziqlar parallel bo'lsa nima bo'ladi? Endi nisbat bilsangizlar kerak yoki qoida kitoblarda ham bor. 1 taqsim a yokida oddiygina mana bu to'g'ri chiziqni topib olaman. Y teng y topib olaylik. Minus x taqsim a qo'shilgan 8 taqsim a. Bu to'g'risini topib olamiz. Y teng minus ax taqsim 4 plus 18 minus a taqsim 4. Ikkita to'g'ri chiziq. To'g'risilar kesishmaydi qachonki ularning k-lari teng. Chalkashib ketdim o'zim gaplarimni. Yo'q, masalan bilaman, faqat gapda chalkashib ketib qoldim, uzr. Kesishmaydi. Bular parallel bo'lsa kesishmaydi. Bular parallel bo'lish uchun k1 bilan k2 teng bo'lishi kerak. To'g'ri chiziqlarni tenglashtiramiz. Minus 1 taqsim a teng minus a taqsim 4. A teng a kvadrat teng 4 bo'lar ekan. A teng plus minus 2 chiqadi. Ya'ni a teng 2 va a teng minus 2. Bu yerda agar a teng 2 ni qo'ysak nima bo'ladi? A teng 2 ni qo'ysak, xo'p, shu yerga yoniga yozaveraman. A teng 2 ni qo'ysak minus x taqsim 2 qo'shilgan 4 bo'ladi. Xo'p, bunisiga qo'ysakchi. A teng 2 ni qo'ysak minus x taqsim 2 qo'shilgan 4 bo'lar ekan. Qaranglar, agar a teng 2 ni qo'ysam, ikkala to'g'risi ham bir xil bo'lib qolar ekan. Bir xil degan bilan ustma-ust tush degan. Ustma-ust tushsa ham bu kesishmaydi shartiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni umumiy nuqtasi ko'p bo'lib qoladi. Kesishganda o'zi bitta nuqta bo'ladi. Bular ustma-ust tushib qolsa, umumiy nuqtasi chekis ko'p bo'lib qoladi. Ya'ni xatolik bunisi olinmaydi. A teng minus 2 ni qo'ysak, ikkalasi ikki xil bo'ladi. Tekshirib ko'rganman. Ya'ni o'shaning uchun bunisi olinadi. Ya'ni ustma-ust tushmaydi bunisida. Bu yechim ustma-ust tushib qolganligi uchun olinmadi. To'g'ri chiziqlar orasidagi o'tkir burchakni toping. Buni k-si 2 ga teng, buniki bo'lsa minus 3 ga teng. X ning oldidagi koeffitsient. Ular orasidagi burchak tangens alfa teng k1 minus k2 1 plus k1 kara k2 moduli bor teng. 2 dan minus 3 ayirsak 5 bo'ladi. 1 minus ikkalasi ko'paytmasi minus 6 bo'ladi. Bu 1 ni berar ekan, ya'ni alfa bizda 45 gradus ekan. Ikkita to'g'risi orasidagi burchak 45 gradus. O'tkir 45 gradus, o'tmasi 135 gradus bo'ladi. Nuqtalardan o'tuvchi to'g'ri chiziqning OX o'qi bilan hosil qilgan o'tkir burchakni toping debdi. Y teng kx plus L to'g'risimiz mana shu nuqtalardan o'tadi. Olib kelib qo'yamiz nuqtalarni. 3k plus L teng 2 ildiz osti 3. Buni ham qo'yamiz. 6k plus L teng minus ildiz osti 3. Basini tepani ayirib yuboramiz. 3k teng minus 3 ildiz osti 3.
K teng minus ildiz osti 3. To'g'ri yozdimmi? Ha, to'g'ri yozdim. Bizda K tangens alfani berardi. Demak, alfa necha gradus bo'ladi? Tangens alfa qachon minus ildiz osti 3 ga teng? 120 gradusda. Yo'q, 60. Ha, shunda. Alfa 120 gradus. Endi bu yerda hozir o'tkir burchak so'ralgan bo'lsa 60 gradus bo'ladi. Chunki mana bu to'g'ri chiziq. To'xtanglarchi. Nuqtalantiruvchi to'g'ri chiziqning OX o'qi bilan hosil qilgan o'tkir burchagini so'rabdi. Ha, to'g'ri, shuni so'ragan. O'tkir burchagini mana qaranglar. To'g'risimiz mana bu ko'rinishda. Bu yog'i 120 gradus, mana bu o'shani beradi. Bu burchak faqat absis o'qini musbat yo'nalish bilan hosil qilgan burchakni beradi, ya'ni faqat bu tarafni beradi. Bu tarafni emas. Xo'p, bu tarafi endi 60 gradus bo'ladi. Savolda mana shu OX o'qi bilan hosil qilgan o'tkir burchak so'raldi, ya'ni kichigi so'raldi. Xolos, mana bu so'raldi, 60 gradus bo'ladi. Sog' bo'linglar.